Ötürek ver geçer. Qanchadan deb o'tasiz? 22-35. 22-35. 22 ming. Çoğu 35 ming so'm ekan. 35 ming so'm. Yirmi besh ming, 30 ming. Aylardan bazı shunday ekan. Mana shular 25 mingdan. Çoğunroqlari bor ekan 30 ming so'mdan. Mana shu loko 30 ming so'm. Mana 30 ming so'm. Qolganlari mana 4 25 ming so'mdan. Tay. Pulu qancha ekan pulu? 25 ming. 25 ming so'm deydi. Tay erkek 23 ming so'm. Qolganlari urg'achgan, baytalgan. Kichkinakay 26 ming so'm. Sen beni tartmadın-da? Yo'q. Qolganlari 30 ming so'm, 35 ming so'm. Bardag'i urg'achi. Qolganlar baytalgan. Baytalma shu 35 ming so'm deydi. Yirmi ming so'm kam bor deydi. Shunday. Kichkinakay bor ekan. 16 ming so'm kam bor ekan. Tay Bishkekdan keltirilgan. Bahası 80 ming so'm. Tay Bishkekdan keltirilgan. 150 ming so'm. Sudağı Bishkekdan keltirilgan. Bahası 120 ming so'm. Tay 65 ming so'm. Tay Rossiyadan keltirilgan. Bahası 90 ming so'm. Tay 150 ming so'm. 150 ming so'm. Enesi Bishkek, atası Rossiya deydi. Var. Muhtaçlıyım. Var. Allah kabullatmaz. Siz burada 5000 koşu koyun. 150 ming so'm Bishkekdan keltirilgan. Bir yarım yaşta deydi.
Sizler so'raganingizlar bo'yicha mana tuyoqlari. Rossiyadan keltirilgan. Bahosi 150 ming so'm. Bir yarım yaştaken. Bir ası 70 ming so'm kami var deydi. Hey, kelle olasın mı? Harbiden günlerden Bir ası 150 ming so'm. Ulaqdan atları. Baygiga chapsangizlar bo'la turgan atlar. 150 ming so'm. Üç ası eken, bahası 120 ming so'm deydi. Ulaqa ishga bordig'ini jaraydi deydi. Ko'ringizlar minakay. Üç ası eken. Bir 120 ming so'm. $100 ming so'm ekan bir ası. İki ası 200 ming kemi var deydi.